Tasavvur qiling, bir shaxsning sizdan yirik miqdorda qarzdorligi bor va ushbu qarzdorlikni to'lash uchun unda hech qanday pul mablag'lari yoki mol-mulki mavjud emas. Bunday holatda uning qarzdorligi qanday qoplanadi? Yo bo'lmasa, sizning unga bergan qarzingiz shunchaki kuyib ketadimi degan savol tug'ilishi tabiiy hol. Hozir ushbu savolga javob berib o'tamiz. 2025-yil 16-iyun kuni O'zbekiston Respublikasining 1069-sonli qonuni qabul qilingan, ya'ni sud va boshqa organlarning hujjatlarini ijro etish tizimini takomillashtirish to'g'risida. Ushbu hujjatga muvofiq endilikda Majburiy ijro byurosi tomonidan majburiyatlar reyestri yuritilmoqda. Ya'ni to'lovga qobiliyatsiz bo'lgan shaxs agar sizning qarzdorligingizni to'lashga pul mablag'i yoki mol-mulki mavjud bo'lmagan taqdirda u majburiyatlar reyestriga kiritiladi va 10 yil muddat davomida o'sha majburiyatlar reyestrida saqlanadi. Agar 10 yillik muddat ichida ushbu shaxs hisobida pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk paydo bo'ladigan bo'lsa, darhol ijro harakatlari qaytadan yuritila boshlanadi, amalga oshiriladi. Ushbu holatda yana bir jihatni e'tiborga olishimiz kerakki, agar ushbu qarzdor shaxs vafot etganda yoki sud boshqa organning hujjati bekor qilinsa yoki haqiqiy emas deb topilgan taqdirda yoki ushbu shaxs bankrot deb e'lon qilingan taqdirda yo bo'lmasa ushbu qarzdorlikni bartaraf etgan taqdirda majburiyatlar reyestridan chiqarib tashlanishi mumkin. Yuqoridagi savolga asosan, ya'ni qarzdorligim kuyib ketadimi deb shunaqa savollar sizni qiynaydigan bo'lsa, yo'q, uning qarzdorligi, ya'ni sizning oldingizdagi majburiyati kuyib ketmaydi. 10 yillik muddat ichida u majburiyatlar reyestrida saqlanadi va agar ushbu majburiyatlar reyestrida uni mol-mulki yoki pul mablag'lari ko'rinadigan bo'lsa, ijro harakatlari qaytadan yuritiladi va sizning qarzdorligingiz undirib beriladi.